Avvalambor assalomu alaykum. Men shu O'zbegim savdo markazida marketing bo'limi boshlig'i Diyorbekman. Menga hozirgi kunda eng asosiy kuch bo'lib yordam berayotgan Bahodirov Omadbek Sharda universitetini talabasi. Bu bolani ko'pchilik ichidan o'zim tanlab olganman. Ko'rsatkichlari juda ham yaxshi. Mana shu O'zbegimda hozir yorqin holatda reklamalar, boshqalar, kechki ko'rinishi, boshqa marketing sohasiga oid bo'lgan barcha yaxshi nimalarda shu bolaning xizmatlari bor. Bizga Sharda universitetini bitirgan yana shu bolaga o'xshagan yana yaxshi talabalar bo'lsa, bizga albatta suhbatga kelsin, gaplashamiz, ma'qul kelsa birga ishlaymiz.